pul ham bo'lasimi? Ha, Polsha biya. Yes. Shu bilan keyin o'zi ichini olib keldik, tekshirtirdik. Jinski tomonlarini to'g'ri ekan. Mana. Necha? Endi biya minmaymiz-da. Ko'rinmayapsiz. 177. Mana patinka olayapmanmi? 2000 deydi, 2500 deydi. Shuni enasini bir ko'rsating. Feruz aka, mana topib keldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 22-oktyabr 2025. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Dilshod aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Rahmat aka. Tinchmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Mana shu yerda yuribsiz aka. Taniganlar bo'lsa, Dilshod akamni ko'pchilikni esida qolganlar bir 2 marta ot chiqarganmiz, a? 2 marta. Sotiladigan nimalar bor, Dilshod aka? Sotilayotgan shu biyani sotmoqchi biz. Aha. Endi men qolganlari endi bilmasam yuribdi-ku. Ha. Bari biya. Mana bu bittasi yetgan. Bu toy, a? Pulyani bolasi. Ha, yo'q, pul ham bo'lasimi? Ko'klamda 2 ga to'ladi. Bo'ldi, agar O'tirgi qulinda bu. olamiz desalar bu toyni ham ko'rsatamiz, mana biyalarni ham ko'rsatamiz. Agar lekin bu biyalar sotilmas ekan. Ha. Sotilmaydi bular. Yo'q, ular sotmaymiz. Bo'ldi. Adresni tushuntiring, qayerdamiz? Adres Zominda. Zomin. Hozir kun harada hozir havo. Mana shu ko'rinib turgan Zomin ana shu. Ha, to'g'ridik, a? Ana shu Zomin. Mana hozir ancha changda havo bor, yomg'ir yog'mayapti-ku, yomg'ir yog'sa tiniq ko'rinadi hammasi. O'xtash maydoni ham mana yerda. Mana shu atrofdami? Ha, ana yerda. Kelmaganman O'xtash maydoniga, xudo xolasa bu yil. Ha, xudo xolasa kelaverasiz. Inshaalloh. To'ylar bo'lib qolsa. Inshaalloh. Sotiladigan biya bor, a? Shu biyani sotmoqchi biz. Endi akam-ku shunga sotib ber. Menga pul kerak bo'lyapti dedi endi. Ha. Mayli sotsam sotib beray dedim-da, sizga aytdim-da endi. Ha. Boshqa kimga aytaman? Baraka toping, rahmat. Biz ham erinmagan odam kelamiz bu joyga. Kelishilsa. Sotyaptizmi? Buni tarifi qanaqa? Necha yashar endi tushuntiring o'zingiz? Buni tarifi bu asli Polshaniki bu. Ha, Polsha biya. Polsha biya. Katta biya. Hozir mana maydonda sal xurkiyapti. Naryoqda anaqa o'lchaymiz bo'yini. Hozir aniq opchiq o'lchaymiz-ku, bor ekan metringiz. Metrim bor. Shunga bu Polsha biya, bu Toshkentga kelgan. Aha. Toshkentdan mana Balandchaqir qo'shni qishloqimizdan kim biri olib kelgan ekan. Ha. Buni bolalari qayerda qoldi dedi. Toshkentda dedimi bolalarini? Bu qishloqda ham bitta bolasi bor. Aha. Bizga endi bu yil ko'klamda keldi. Biz o'tga qo'yuvdik. Xullas endi berib-yordik-da, o'tga qo'yib berasan deb. Endi qanday qo'ygan bilmaymiz-ku. Xullas to'xtamabdi biya. Hozir qisir bu. Qisir, a? Ha. Tushunarli. Uyda saqlab o'tiraverdim men buni bo'g'oz deb. Daraxt soyasida o'tiraverdim. Keyin kecha mana aka ko'klam, mana unga bidaga olib kelay, ko'galga deb olib kelsam, mana to'yga borib turibdi. Ha. Bu qisir ekan-ku bu dedim. Keyin unga aytdim, biya dedim, qaytalayapti qisir ekan. Shu bilan keyin o'zi ichini olib keldik, tekshirtirdik. Jinski tomonlarini qisir ekan emasmi? Qisir dedi, lekin sog'lom dedi. Ha. Sog'lom. Endi unoda 1 yil qisir qolgan biya otga ko'p choptiradi-da. O'shanda endi ana u ham otini avaylab turib, sal kamroq choptirganmi. Shu bilan endi hozir bunga qo'yishga qaytadan ot to'klan, hamma ot endi ilomavsin. To'g'ri. Hozir iloji yo'q endi. Bitta endi yaxshi ot o'zimiz sotib olib qo'ymasak, undaysiga buni bo'g'oz qila olmaymiz bahorgacha. To'g'ri. O'shangacha endi sotaveraylik dedik-da keyin. Ana. Yoshi nechida? Yosh 8 deb bergan biz. 8 deb bergan, a? Polshani biyasi, a? Polshaniki. Toshkentga kelgan. Toshkentga kelgan. Toshkentdan keyin qo'shni qishloqimizga kelgandan keyin bu ko'rib qiziqib qolib bu oluvdi. Ha. Buyakam oluvdi. Baland biya ekan lekin, yirik biya. Hozirda qisir deyaptilar. Nechta tuqqan Dilshod aka? Buni 5 ta tuqqan deb aytdi-yu. 5 ta? Yo, 4 ta 5 ta dedi. Sog'ilmaganmi? Yo, unisini bilmayman-da. Menga endi qisir holatda kelganda. Ha. Lekin yuvosh janob. Yuvoshmi? Ha. Balki soldiraversa kerak, hamma joyini ishlatadi lekin. Mashalloh. Mana. Yuvosh, lekin ustiga bir chiqib ko'rganim yo'q. Aha. Endi sodiraveradi ham. Mana yuvosh a? Ha, yuvosh ekan. Mindirishchi, mindiraganmi? Men mana shuni bilmadim. Siz ustiga osilib ko'rganmiz. Ha. Endi biya minmaymiz-da. O'shaning uchun biyaga mindiramiz deb qiziqib ham ko'rmadim. Dilshod aka, bu bo'yi necha chiqar kun taxminan bilmadingizmi? Hozir o'lchaymiz anta. Bo'yini 75 dan ziyod nekili. Shunaqaga o'xshayapti. Hozir
Siz nechisiz bo'yingiz? Meniki 74mi, 73 shundayda. Ha, Hafta men ko'rinmayman-da. Ko'rinmayapsiz. Ha, mendan balandda bilmasam 80 desak ilo bu bitmasin, endi 70 dan ziyod. Metr bor, bu yerda sal xurkiyapti. Metr bilan ko'ramiz. Nariroqda o'lchaymiz. Ha. Hozir endi sal metrdan cho'chiyapti-da o'shanga. Bitta yoqqa bu yoqqa yurg'izib ko'rasizmi? Orqani bo'shataymi? Yo'q, bo'ladi. Mana shu kalta. Orqa oldin qilsangiz bo'ldi. Mana biya. Polsha biya so'raganlarga qisiragan hozirda, bo'yi balandligi. Yoshini 8 deb berishgan ekan-a? 8. Dokumenti yo'q lekin. Dokumenti o'sha egalarda bo'lmasa menda yo'q. O'zi sog'lom-a? Sog'lom. Sog'lomligi. Ko'rinishi yaxshi. O'sha o'zi ichini olib mana havos yangi nima qayerda bo'lar edi? Bo'ya o'tdi bo'lar edi. Ha. Bo'yasiz o'sha yerdan laka satish. Ha. O'sha bo'ya o'tdi bo'lar o'zi qilib berdi, kompyuterga solib. Biz endi tekshirtirib olaylik dedik-da. Bu endi o'sha jinsklar ular sog'mi, nima? To'xtamagan dedik-da, keyin shular tunokun ko'rib, "Yo, aka soppa soldi." Ha. Hech qanaqangi, unaqangi siz yo'q, boshqacha joyi yo'q dedi. Mashallah. Xullas endi o'tga qo'ysa sal ko'proq chopish kerak-da, ot. O'zida kattaroq ot kerakmi yo? To'g'ri. Juda katta biya ekan lekin. Hozir mana bunaqada bilinmayapti. Hozir naryoqda o'lchab ko'rsatamiz, xudo xolisa. Dilshod aka, nech pul bu? Nima deysiz? Endi $5000 ga olganmiz aka. 5000 ga olgansizlar. 5000 ga olganmiz. Ha. Endi buni men sotish qanaqa bo'ladi? Falonsim xarajat qildim, dedi deganim bilan ularga qizig'i yo'q-ku. Endi shu pullik bo'lsa beramiz-da endi. Ha, 5000 bo'lsa berasizlar. Yana kelishadigan joyi yo'qmi? Kelishayotgan joyini endi bilmasam zarar qilib qolamiz-ku. Zarar bo'ladi. Endi buni shuncha mehnatimiz mayli, endi bilmasak. Kami bormi, yo'qmi uni? Endi hayraga o'tib beramiz endi. Ha, o'tib beradi. Mochilikda savdo degan narsa bor. Aytganingizga, men misol uchun o'zim bir narsa olsam, mana patinka olayapmanmi? Aka, men zarariga sotyapman, yukka boraman, shunga endi noiloj mayli zarariga bo'lsa ham beraman desa ham, o'tib bersang olaman, aytgan narxingga olmayman deyman-da. Ha, to'g'ri. Shu odatim shu. To'g'ri. O'shanda baribir endi kimda aytgani bo'pti, baribir o'tib beriladi. O'tib bermasa olmaydi. Nasiya savdoga pulini keyin qilib berishga bizga hozir pul kerakmi? Pul kerakligidan. Ha, o'shandan sotish, Pul kerakligidan, emasa sotmardik. Ha. Pul kerakligidan ham u endi bo'g'oz bo'lganda ham, bitta ko'klam tuqqanda ham mayli. Ha, u boshqa gap, to'g'ri. U boshqa narx bo'ladi o'sha. Hozir endi buni bo'g'oz qilishga bizda ot yo'q-ku. Kim ot beradi? Hozir hech kim ot bermaydi. Necha? Shaytonchasini to'g'rilab olay. Şu 53. 53 ha? Maşallah. Bu 53. Dilshodaka o'zingiz toyingiz bu? O'zim dehqonchilik bu. Dehqonchilik deyaptilar. Dehqonchilik o'zimizniki, lekin bu ham jonivor yuvosh rosa. Lekin hali ustiga chiqqanmi yo'q. Endi ko'klam 2 ga to'lar aka bu. Ha. Endi bu yil qishda bolachalarni mindirib, o'tga qo'shib yitalab o'rgatsam, Mashallah. Yildan bosib minaversa bo'ladi. Paltarashganmi bu? Paltarashganmi? Zo'r ekan, mashallah. Ko'klamda aprelda 2 ga to'lar. Otasi pula qora otmidi? Qora ot edi. O'sha anaqa qora to'riq-a? Anaqa nima deydi, videosi bor. Buni otasi, Shuni otasi. Shu ko'rsanglar bo'ladi otasini. Tez ot edi. Tez, bu ham tez. Tezmi? Mashallah. Shu otasiga o'xshaydi. Qana. Paltarashga to'g'ri. Zo'r yuvosh qilib qo'ygan ekansiz-ku buni. O'zi otasi yuvoshdi. Shunaqamidi? Ha. Otasi yuvoshdi, o'zi qoni toza, yaxshi. Laqab qo'ymagansiz bunga? Yo'q. Hali yo'q-a? Laqabni endi biz o'zim laqab qo'ymayman-ku, biz otlarga mana shu tomoshabinlar laqab qo'yadi. Ha. Xalq-a? Xalq qo'yadi. Gap Biz o'zimiz qo'ymaymiz. Gap yo'q. Bizda ilgari endi shu qanday otamlar ham hech kim laqab qo'ymaganda literaturada ot chopganda bari palonchini otib, pistonchini qora otib, palonchini jiran otib, shunaqa dirilar. U paytda laqab yo'q edi. Bu endi biz ham kuzatyapmiz-da san atrofda, mehmonlarda. Bu endi qulun to'ychalarni 2000 deydi, 2500 deydi. Endi shunga qaraganda endi bunga sal ko'proq mehnat qilib qo'ydik. Yoshini sal kattatirib, endi shunga bilmasam 3000 oshiqroq aytaymi. To'g'ri, endi anaqa mol sizniki. Shunga endi
3,5 bo'lsa yaxshi bo'lardi. 3,5 bo'lsa, 3,5 ming dollar kelishadigan joyi bor, ha? Ha, o'tib. Ha, qo'ng'iroq qilasizlar, Dilshod ham yaxshi O'zi insonlar. odamlar bilib oladi. Gapirishingizdan qanchaligini aytishingizni nima o'ylaykansiz. Biladi. 3,5 ming kami bor deyaptilar, qo'ng'iroq qilasizlar. Yaxshi to'y ekan, chiroyli ekan. Yurg'izavering. Meni yurg'izay, biyani olib kelaman. Biyani o'lchaymiz aytmoqchi hozir. Necha ekan? 77 chiqadi. 77? Bitta menga ko'rsatib qo'ying, ana metrni. Ha, mana. 177, kichkina emas. Shaytonchasini tug'iladi. Oti bolalar qo'yib olaversa ham bo'ladi. Bo'lmasa bahorda qo'ysa ham yaxshi. Ha. Bahorda qo'ysa yaxshi-da, hozir yana shu vaqtiga to'g'ri kelib qoladi. Ha, tug'ilish, ha? Ha, to'g'ri gapingiz. Bu endi ko'klamda bo'lsa, mana tug'ilgan to'yi ham tez kattaradi. To'g'ri. Yurib yaxshi bo'ladi. To'g'ri, mana. Polsha biya so'raganlarga katta 177 chiqyapti bo'yi. Narigi tarafdan ko'rinmadingiz-da bo'yi. 77 chiqayapti-da, o'cha o'rin. Ba'dan ko'rinmaydi. Shuni ko'rsataman dedim, esimdan chiqib ketdi. Mana, tishini ko'rsating. Qulun tishchalari mana. Mana, hali o'zidek turibdi. Mashalloh. Altarashga. Yes, bu. Yaxshi to'y ekan. Buni onasini ko'rsatasizmi? Shu enasini. Shuni enasini bir ko'rsating. Otasi puli. Bizning kanalda video 1 yilmi, 2 yil oldin olingan videolarni ko'rsanglar, o'sha chiqarib qo'yaman rekomendatsiyaga. Ekranning chetiga bossanglar bo'ladi. Mana shu to'yi otasi bo'ladi. Ya o'zimizda necha yillik xonadonda. Ha. Xullas dadamlar qaysi yoshida o't qilgan bo'lsa, xullas shuni avlodi bu inalarida endi. Ha, mana shu biya. Mashalloh. Necha yashar biya buningiz? Bu 17-yil. 17-yil, ha? Tak. 17. Necha bo'ladi? 8 yosh bo'ladimi? Ha. 8, ha? Ha. Anu biya bilan teng ekanda? Bundoq qarasangiz, Polsha bilan. Shu bilan teng ekan. Ha, shunaqa bo'lib. Mana bilan teng ekan. Meni bo'yini bilmayman. Bo'g'oza hozir? Yo'q. 2 oy bo'ldi tuqqaniga. Mamami bolasi? Mana bolasi. Bolasi erkakmi? Urg'ochida. Urg'ochi bolasi. Bolasi beg'amaga zo'r ekan. Mana. 2 oylik. Ha? Mashalloh. Mana shu sentabr boshida tug'ilgan. Sentabr boshida tug'ilganmi? Mana anaqa toylarini enasi bo'ladi mana shu. 2017 biya ekan. Biyalarga ot yo'q-da, Ruslan aka. Ha. Bu yil ot yo'q. Ha. Endi bahorda endi yarimtasiga iltimos qilamiz-da, endi otingni berib turing, biyalar qochirib olaylik. To'g'ri. Bu biya sotilmaydimi? Ona bola sotilmaydi. Endi otamdan qolgan endi bo'yicha. Bizda hali ham irim qilamiz-da, otamdan. Ha, to'g'ri. To'g'ri. Anaqa prosta ko'rsatganimiz sababi anaqa o'sha toyyi onasi. Yirik biya ekan, zo'r ekan mashalloh, ko'z tegmas. Mashalloh, Feruzaga rahmat sizga ham. Shunaqa zakaz uchun hamma ko'rganlarga rahmat. Biza Jizzax Zomin Yom qishlog'idamiz. 22-oktyabr 2025. Ko'rganlarga rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'lasizlar.